Assalomu alaykum. Hozir sizlarga bitta video ko'rsataman. Mana bu nokdagi dog'lanishlar. Agar mana shunaqa dog'lar bo'lsa, daraxtingizda olma, nok yoki gilosda tagini ochib ko'rish kerak. Tagida o'rgimchak to'rlari bo'ladi. Keyin mana bunaqa nuqta dog'lar bo'ladi. Qizil dog'lar, oq dog'lar yoki och yashil. Keyin o'rgimchak to'rlari bo'ladi, juda mayda oq to'rchalar. Bu o'rgimchak kana borligidan dalolat beradi. Bunga akarsitlar bilan ishlov berish kerak. Vertimak yoki Aberon bilan. Shunda bargni pastiga ham, tepasiga ham yaxshilab purkash kerak bu dorini. O'rgimchak kana bor yo'qligiga shubha qilmaslik uchun yana bitta yaxshi usul bor. Bargni ostiga telefoningizni qo'yasiz, bir silkilaysiz, barg urib bir silkilasangiz telefoningizga tushadi. Keyin soyaroq joyga borib telefoningizni yaxshilab kuzatsangiz, oq jonivorlar yo'q harakatlanayotgan bo'ladi.